Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz topinambur va batat morfologiyasi va sistematikasi. Topinambur yem-xashak, oziq-ovqat va texnik ekin hisoblanib, murakkab gullashtlar oilasiga mansub ko'p yillik tuganak mevali o'simlik hisoblanadi. Baland poyali, quruq moddasida inulin saqlovchi o'simlik. Dorivor sifatida uning tarkibida 30-40% quruq moddasida inulin saqlaydigan tuganagining fruktoza, spirt, vino kislotasi, pivo va boshqa ko'plab mahsulotlar olinadi. Uning tuganagida oziq-ovqat sifatida shuningdek tibbiyotda qand kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklarining buzilishi, siydik pufaklari tosh hosil bo'ladigan davolashda hamda rak, infarkt, insult kasalliklarini oldini olishda foydalaniladi. Chorva oziqa sifatida uning ko'k poyasi va tuganaklari ishlatiladi. 100 kilogramm ko'k massasida 24 oziqa birligi, tuganagida esa 30 oziqa birligi. Har bir oziqa birligida 80-90 gramm hazm bo'ladigan protein saqlaydi. O'simlik poya barglari yaxshi siloslanadi va 12-13% quruq modda saqlaydi. Uzoq saqlanganda makkajo'xori o'simligi bilan bir xil foyda beradi. Oziq-ovqatdagi sifatli ahamiyati: bu texnik ekin sifatida topinambur o'simligi 1 tonnasidan 80-90 litrgacha sifatli spirt olinadi. Har gektarda 250-300 kilogramm xushbo'y asal beradi. Botanik tavsifi: yer noki tuganak hosil qiluvchi astradoshlar oilasiga mansub o'simlik. Bu avlodga 100 dan ortiq tur kiradi. Bulardan faqatgina bizda kungaboqar bilan topinambur ekiladi. O'zbekistonda tuganakdan ko'paytirilib, ildiz tizimi, popuk ildiz urug'idan ekilsa esa o'q ildiz. Tuproqda ildizlari 2 metrgacha chuqur kirib boradi. Yer osti navdalar, stolonlar rivojlanadi va stolonlari 5-40 santimetrgacha rivojlanadi. Tuganaklari nokka o'xshab rangi oq, qizil, siyoh rang va boshqa ranglarda bo'lishi ham mumkin. Bitta o'simlikda agar madaniy holatda bo'lsa 20 tadan 30 tagacha, yovvoyi holatda bo'lsa 70 tagacha tuganak hosil qilishi mumkin. Batat ahamiyati: batat iste'mol qilishda yem-xashakda va texnik maqsadda ishlatiladi. Oziq-ovqatda undan un olinadi, unidan non va shirali pishiriqlarda foydalaniladi. Konditer sanoatida, pivo tayyorlashda, spirt va qand ishlab chiqarishda ham ishlatiladi. Batat tuganagi tarkibida suv, azotli moddalar, kletchatkalar saqlaydi. Batat tarkibida azotsiz ekstraktlar moddalarining asosiy qismi kraxmal tashkil etadi. Oziq-ovqatdagi ahamiyati: batat chorva mollariga yangiligicha silos va pishirilgan holatda ham beriladi. Ko'katining tarkibida 1% oqsil, azotsiz moddalar va moy, pichanida esa oqsil, azotsiz moddalar moyi bo'ladi. Batat pichakdoshlar oilasiga mansub bo'lib, bu oilaga 400 dan ortiq tur kiradi. Ammo lekin birgina turi bizda ekiladi. Ildizi o'q ildiz bo'lib, ko'p shoxlanadi, yon shoxlari yo'g'onlashib, tuganak mevaga aylanadi. Tuganak mevasining yuzasi tekis, ba'zan g'adir-budur ham bo'lishi mumkin. Poyaning uzunligi 1,5-3 metrgacha yetadi. Serbarg barglari tuzilishi yuraksimon bo'lib, liana bo'lib o'rmalab o'sadi. Tuganaklari yirik bo'lib, vazni 200 grammdan 3000 grammgacha yetadi. Asosan vegetativ usulda ko'paytiriladi. Qalamchalar orqali ko'paytiramiz. Ko'karib chiqqan o'simlikni sindirib olish bir necha marotaba takrorlanib, bu may oyida takrorlanadi. Nihollar yaxshi ildiz otib o'sa boshlagandan so'ng uning yuqori qismida poyalari qalamcha shaklida kesib olinadi va yana qumga ekiladi va shu tarzda ko'paytiriladi.
ko'paytirish usullari va o'simlik ko'rinishi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.